kayfiyat buzmay xursandlik. Voy, o'rtoqlar, ha, bitta narsani aytmoqchi edim. Kim meni ko'rsa, kim menga qarasa, ana xuddi bechoraga qaragandek, yaxshimisiz? O'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Ana jabrdiyda, qalbim deyotgan odamga qaragandek qarayapti-yu, unaqa emas. Men juda ham baxtliman. Chunki u mendan keyin ham birinchi uylanishimizdan bizda juda ham ko'p vaqt bo'lgan. Biz 1 yil, deyarli 1 yilga yaqinlashdi biz ajrashganimizga. Bu men uchun yangilik ham emas, o'rtoqlar. Men unaqa krizis davridan 1 yil oldin o'tib ketganman. O'sha paytda men homilador edim kerak bo'lsa. Homilador paytimda, homiladorligim oxirgi oylarida menda o'sha u krizislar bo'lib yashalib, o'sha Murod 2 oylik, 1,5 oylik bo'lgan paytida biz o'sha ajralib ketgan bo'lganmiz. No, endi ba'zi bir sabablar tufayli endi u juda ham shaxsiy tema. Men uni temani olib chiqishga xohlayman. Shtoba aytmoqchiman, men jabrdiyda emasman. Menga xuddi bechoraga qaragandek qaramanglar. Men juda ham baxtli insonman. Bechoralar boshqa lokatsiya umuman. Meni manzilim вообще baxtli manzil. Tushuntira oldimmi? Keyin ko'pchilik oldin to'g'ri, oldin aytilgan o'sha his qilgan paytimda aytilgan u qalbim og'riyapti, u qalbim parcha-parcha bo'ldi, yo yig'ladim, u yoq bu yoq degan zapislarni olib, hozir xuddiki hozir aytayotgandek qilib bo'rttirmanglar. Unaqa narsa yo'q meni ichimda. Men juda hozir даже misol uchun g'amginroq chunki sokin ashulalarni juda ham yaxshi ko'raman. Haqiqatdan juda ham yaxshi ko'raman. Ovozimga ham tushadi. Даже hozir kuylasam, aytsam, hozir yana meni siqiryapti deb o'ylashyaptimkin degan narsa o'sha psixikamga o'tirib qolganda, men unaqa bechora emasman. Umuman bechoraga qaraganda qaramanglar, iltimos. Men dim boqdim, mana Xudo taolo. Prям juda ham baxtli insonman. Farzandim bor, yaxshi ko'rgan insonim bor hayotimda, yaqin insonlarim bor, onam bor. Gulgasa qabutta qasddan gul o'zingizga ovozini yoki qasddan birovga qasddan turmushga chiqib qo'ymay, men psixikasi o'ta darajada bir emas 3 ta psixolog bilan bir barakay 3 ta psixolog bilan ishlab, o'zimga kelib, o'zim juda yaxshi darslarimni olib, o'zimni tarbiyalab olgan qat'iyatli insonman o'sha. Men umuman kimgadir pastlik qilib qasd qilmayman hech qachon. Past odam qasd qiladi. Men nimaga birovga qasd qilish uchun o'zim baxtli ko'rsatishim kerak? Hech kimga hech narsani isbotlashga majbur emasman. Agar men kimgadir nimadir isbotlamoqchi bo'lsam, bundan oldingi chiqqan gap so'zlarda men unaqa emasman, yo meni bolam bunaqa g'alati emas yoki shunga o'xshagan gaplarni aytgan bo'lardim. Lekin afsuski hech kimga hech narsa isbotlashni xohlamayman. Men juda ham o'zim baxtimga o'zim sog' bo'ling, hurmat bilan o'zimni men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi. Endi menga baribir kim qanaqa yozadi, boqadi, prям вообще menga umrimda deyil, ya'ni. Anladınızmı beni? Umrimda deyil. Ben çok mutluyum. Ben bir çok mutlu kadınım. Canım balam. İbla kuren dese. Değil mi? Apam bile ettim ne yapayım? Ettim mi? Tushuntira oldim menimcha gapimni. Tak что hamma, men rostdan aytdim, chin dildan hamma baxtli bo'lsin. Men qayta 2 barobar xursandman. Behazil, baxtli bo'lsin hamma. To'g'rimi bolam? Bolam? To'g'rimi bolam? Hey, do'ppa-do'la opajanim. Dabar bolam? Yering men yana kechaku. Gel balam. Ben de topladım aşağı gidecek bu aylantılara neydi? Sindirse gerek. Balam, men yana gezek menimcha. Deb ana Gelin. Yaxshi geting boring ava. Boring. Gaplashing. Xo'sh, Guli. Yaxshi. Qo'shinglar, huzuringda yaxshimi? Ha, öyle barmasam menga ham qaytarib. Mashallah mening o'g'lim. Yaxshi, Yaxshi opaga xo'sh, pochchamlarga salom ayting. Karamet. Qo'y. Kedili somsa bolam. Deb yemiysan qahramon, yemiysan ko'tarib. Bir tutakda. Makani bir tishlak ko'rkim. Estağfurullah. Al. Yakmadı onu. Bo'ldi, tutak yakmadı. Görüşü gerek. Çay berberin küçük kaşıkta. Mozcakanan közünse. Çay küçük kaşığında bak. Kalme. Ne diyorum, mozcakan kut mavi ya, sapaya berbersin 3 tane. Kedili somsası mozcakan. Şak. Yok.
Balam. Şahla. Şahla. Akbar. Şahla. Geldim. Yahya. Aynı geldim. Şahla. White. Balam. Murat. Ada balam. Şahla. Açpı. Şahla. Yaxshi o'zi aytdim. Balam. Şahla. Atdı. Hadi demez. Ya. Dede. Şahla. Oyna. Şahla. Açmaysan mı? Barasa git. Şah. Ana. Özü ketecek ekan yaxshi. Olmasın karakadan. Şahla dedi, ya dedi. Azam bilan aytadi, nastroyeniyasi dumyo, energiyaga to'lib, bash energiya bo'lib turadi uyqudan. Keyin şahla desa, ya dedi. Ya. Uy, canımızım. Mayli bo'pti, primoy efir ahli sizlar bilan ko'rishganimdan juda ham xursandman. Sizlarni dim yaxshi ko'raman, hurmat etaman. Borlaringizga shukr. Meni yaxshi ko'rganlar ham, meni yomon ko'rganlar ham Allohimning salomlari bo'lsin. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Sizlarni dim yaxshi ko'raman. Va bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bo'ldi, shuncha gap. Пока-пока всем.